Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur iqtisodshunos va kishilik huquq faoliyatchisi İlham to'xtaga Saxarof kishilik huquq mukofoti taqdim berildi. Yevropa parlamenti tarafidan fikr erkinligini qo'g'dagan shaxs va organlarga beriladigan bu mukofotni İlham to'xtaning qizi Jəvhər turmidagi dadisiga ۋاكالىتەن mukofotni topshirib oldi. Mukofot Yevropa parlamentida o'tkazilgan murosimda topshirib berildi. Jəvhər İlham murosimda so'z qilib, dadisining naq turmida yetayotganligini va Sharqi Turkistondagi millionlagan mazlum xalqning yig'ilish lagerlariga qamalganligini aytdi. U dadisi bilan 2017-yildan buyon aloqa qilolmaganligini bildirdi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatini tanqid qilgan İlham to'xta 2014-yili davlatni parchalashga kuch kiritish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Washington Pochta gazetining xabar qilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonda xalqaro jamiyatning noroziligiga uchrayotgan lagerlarda Uyg'urlar majburiy emgakka selinmoqda. Xabar qilinishicha, oylik maoshi $100 ga yetmaydigan bu kishilar orasida savdogarlar, ziyolilar, professorlar bor. Shundaqla ular soqchi va kameralarning qattiq nazorati ostida ishlaydi. Kommunizm qurbonlari fondi jamiyatining Xitoy tadqiqoti mutaxassisi Adrian Zins tayyorlagan bir dokladga asosan yozilgan xabarda bu zavodlarning ba'zilarining yig'ilish lagerlari ichida ekanligi, Uyg'urlarning hammasi degidek majburiy emgak silinayotganligi ta'kidlandi. Indoneziyaning muavin prezidenti Maruf Amin Uyg'urlarning nachar muomalaga uchrayotganligi masalasida Xitoyning texmi ochiq bo'lishi kerakligini aytdi. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlaridagi zo'ravonliklarni inkor qilganligini bildirgan Amin, İlham kishilik huquqini qo'g'dash prinsiplarini qo'llaymiz. Biz Uyg'urlar qilinayotgan vahshiy zulmlarga qarshi Xitoyni ochiq bo'lishga chaqiramiz dedi. Amerika Avam Palatası cho'ng yig'ini prezident Donald Trumpga qaratilgan vazifadan qalaymaqan foydalanish va parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish haqidagi ayblashlarni muzokara qilish va qo'llash uchun to'plandi. Trump Amerikaning sobiq prezidentlaridan Johnson va Clintondan keyin Avam Palatasida vazifasidan tashlash ovoziga qo'yilgan 3-prezident bo'lib qoladi. Trump o'ziga qilinganlarning hech biri Amerika prezidentiga qilinmasligi kerakligi ta'kidlandi va menga duo qilinglar dedi. Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan 2019-yillik Kuala Lumpur boshliqlar yig'inining ochilish murosimi o'tkazildi. Kuala Lumpur yig'in markazida o'tkazilgan murosimda Malayziya bosh ministri Mahathir Mohamad yig'in haqida axborot vositalari va yig'in ishtirokchilariga ma'lumot berdi. Mahathir dunyo musulmonlarining taraqqiyotini ilgari surish uchun bu yig'inni uyushtirganligini bildirdi va bu yig'inning oxirida texmi cho'ng ishlarni qilish tashabbuslarining o'ttirg'i chiqishini umid qilamiz dedi.